O'rtoqlar biz bitta o'yin o'ynayapmiz. Men bitta savol beraman, u to'g'risini aytish kerak. U menga savol beradi, men to'g'risini aytishim kerak. Agar tushungan bo'lsanglar, keyingi videolarni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Shu paytgacha Nabi o'sha ustingga chiqib olishim kerak agar bunaqa o'tib. Shu paytgacha nechta bola bilan gaplashgansan? Bitta. Haqiqatni aytishimiz kerak endi. Aktyorni qarasha men aytaman. Men sizlar uchun haqiqatni bugun oshkor qilaman. To'g'risini ayt, nechta bitta qarasha. Shu paytgacha nechta qizga sen yaxshi ko'raman degansiz? 6ta, 7ta. Nechta qiz bilan ko'rgansiz? O'sha ikkinchi savolga o'tib ketdik. Rostdan ham. Men sen ikkinchi savol Sen nima aralashasan? Malades, meni advokatim bu 5 olib qo'y. Baqirmay, bola bo'lgan. Unaqa demang. Yomon ko'payib ketishdi, bolalar. Kech turib tug'ib yertalar xonada o'yin. Yana bola. Onam menga. Mana yerda ham bola. Qiladigan ish. Ishlashsa bo'lmaydimi? Karyerani o'ylasin. Bolani. Nechta bolangiz bo'lishini xohlardingiz? 3ta bola menimcha. Men 5ta bo'lishini xohlardim. Sen karyera faqat uyda ekansizlar-da. Erga tegandan keyin ishlamayman. Erim puliga yashayapman. Qani? Menmi Kamronmi? Menmi Madimi? Qanday u? Yo'q, zo'r bo'lar. O'yinni qara, qonun qoidasini buzyapsan hozir. Advokat gapir. Uch deganda birga. Uch deganda birga. Net. Advokat kim kelmayapti? Unaqa qila olmaysan. O'yinni sharti shunaqa. O'rtoqlar, spam bosa olamiz matchga qilmaganiga. Javob bermayapti. Spam bosa olamiz, aqlimizga yetadimi? 20 ta odam spam bossa, bamga kirib ketadi mana shu qiz. 1, 2, 3, siz. Vallahi javob bo'ldi. Men yoki Madimi? Men yoki Madimi? Yo'q. Aslan tugatib yuboring videoni. Nima qilayapman? Unda bosib qo'ysam. Yaqin olishda. San? Sevishda. Nima qilamiz? Intervyu olib, bir hamma savolingga vaqt javob berib o'tiraman. Gapirmay qo'ying. Nabul. Qabul. Qabul aka. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bizda yangi Nabi senga bitta aytmoqchiman. Gapirmang.